Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan mavzuni aniq raqamlar bilan tushuntirib beraman. 2020 yildan 2024 yilgacha indeksatsiya natijasida pensiyalar real summada qanchaga oshdi? Kimning pensiyasi qancha bo'lishi kerak edi? Qaysi joylarda odamlar adashadi va qachon pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas. Ota-onasi, buvisi yoki bobosi pensiya oladigan har bir oila uchun kerak. Chunki ko'p odamlar menga oshirgani to'g'ri hisoblandimi? Nega qo'shnimniki ko'proq oshdi? Minimal pensiya bilan oddiy pensiya bir xil indeksatsiya qilinadimi? degan savollar bilan yuradi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men 2020, 2021, 2022, 2023 va 2024 yillardagi asosiy oshirishlarni misollar bilan ko'rsataman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo, indeksatsiya nima ekanini oddiy qilib tushuntirib olaman. Indeksatsiya bu davlat tomonidan pensiya, nafaqa va ayrim ijtimoiy to'lovlar miqdorini oshirish jarayoni. Buning asosiy sababi narxlar oshishi, inflyatsiya. Yashash xarajatlarining ko'payishi va aholining daromadini ma'lum darajada qo'llab-quvvatlashdir. Oldin ham pensiyalar va nafaqalar vaqti bilan oshirilgan. Lekin odamlar ko'pincha faqat bitta narsani ko'radi. Menga 100 ming so'm qo'shildi yoki menga 200 ming so'm qo'shildi. Aslida esa pensiya oshishi hamma uchun bir xil summa emas. Kimning pensiyasi oldin qancha bo'lgan bo'lsa, ko'pincha indeksatsiya shunga nisbatan foizda hisoblanadi. Masalan, 1 million so'm pensiya olgan odamga 10% oshirilsa, 100 ming so'm qo'shiladi. 2 million so'm pensiya olgan odamga esa shu 10% 200 ming so'm bo'ladi. Shu sababli ikki kishining oshgan summasi bir xil bo'lmaydi. Lekin yana bir muhim masala bor: minimal pensiya miqdori. Agar fuqaroning hisoblangan pensiyasi belgilangan eng kam pensiyadan past bo'lsa, unga davlat belgilagan minimal miqdorgacha yetkaziladi. Shuning uchun ayrim odamlar menda ish staji ko'proq, lekin nega boshqalar bilan deyarli bir xil olaman deb hayron bo'ladi. Sababi ayrim hollarda pensiya individual hisob-kitobdan emas, balki minimal kafolat miqdoridan kelib chiqib to'lanayotgan bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men bu davrdagi asosiy indeksatsiya bosqichlarini ketma-ket aytib beraman. Amaliy hisob-kitob uchun biz 2020 yil boshidagi pensiyani boshlang'ich nuqta deb olamiz. 2020 yil boshida eng kam yoshga doir pensiya miqdori taxminan tarso 6.60 so'm atrofida edi. 2020 yil sentabr oyidan pensiyalar 10% ga oshirildi va eng kam yoshga doir pensiya 5.3 so'm atrofida bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Agar fuqaro 2020 yil boshida 1 million so'm pensiya olgan bo'lsa, 10% oshirishdan keyin uning pensiyasi 1 million so'mga yaqinlashadi. Agar 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsa, 1 million 37 ming so'm bo'ladi. Agar 2 million so'm olgan bo'lsa, 2 ming so'm bo'ladi. 2021 yil fevral oyida pensiyalar yana 10% ga oshirildi. Shunda 2020 yil sentabrdan keyin 100 ming so'm bo'lgan pensiya 20 ming so'mga chiqadi. 26 ming so'm bo'lgan pensiya 25 ming so'mga chiqadi. 2 million 201 ming so'm bo'lgan pensiya esa 220 ming so'mga chiqadi. Eng kam yoshga doir pensiya ham 5 ming so'm atrofida bo'ldi. 2020 yil sentabr oyida yana 10% lik oshirish bo'ldi. Endi 2020 yil boshida 1 ming so'm olgan odamning pensiyasi 1 million 330 ming so'mga yetadi. Chunki 1 million avval 1 million bo'ldi, keyin 1 million bo'ldi, keyin 330 million bo'ldi. Bu yerda ko'pchilik xato qiladi. 3 marta 10% oshsa, 3% oshdi deb o'ylaydi. Aslida ketma-ket indeksatsiyada foizlar ustma-ust qo'shilmaydi, balki yangi summaga nisbatan hisoblanadi. Shuning uchun 1 million 300 ming emas, 1 million 330 ming bo'ladi. 2020 yil sentabrdan keyin eng kam yoshga doir pensiya yilda 23 million so'm atrofida shakllanadi. Bu minimal pensiya oluvchilar uchun juda muhim raqam bo'lgan. Chunki ko'p pensionerlar aynan minimal yoki unga yaqin miqdorda pensiya oladi. 2022 yil may oyidan pensiyalar 12% ga oshirildi. Mana shu bosqichda oshirish oldingi yillardagi 10% lardan biroz yuqoriroq bo'ldi. 2020 yil boshida 1 ming so'm olgan fuqaroning pensiyasi 1 million 30 ming so'mdan 1 million 497 ming so'mga chiqadi.
men 500 ming so'm olgan odamniki taxminan 2,6 ming 1800 so'mga chiqadi. 2 ming so'm olgan odamniki esa 2,9 so'mga yaqinlashadi. Eng kam yoshga doir pensiya miqdori taxminan 38 ming so'mga yetdi. 2023 yil aprel oyidan pensiyalar 7% ga oshirildi. 2022 yildagi 12%lik oshirishdan keyin 1720 so'm bo'lgan pensiya 1770 so'm atrofida bo'ladi. 2026 bimahakim so'm bo'lgan pensiya 2396 so'mga yaqinlashadi. 2941 so'm bo'lgan pensiya 3941 so'm atrofida bo'ladi. Eng kam yoshga doir pensiya 747 ming so'm atrofida bo'ldi. 2023 yil dekabr oyidan yana 7%lik oshirish amalga oshirildi. Endi 2020 yil boshida 1 ming so'm pensiya olgan odamning pensiyasi taxminan 1,725 so'mga yetadi. 1 milyon 500 ming so'm olgan odamning pensiyasi 2,670 so'm bo'ladi. 2 million so'm olgan odamning pensiyasi 3,12 so'mga yaqinlashadi. Eng kam yoshga doir pensiya 800 ming so'm atrofida bo'ldi. 2024 yil avgust oyidan pensiya va nafaqalar 15% ga oshirildi. Bu davr ichidagi eng sezilarli oshirishlardan biri bo'ldi. 2020 yil boshida 1 million so'm pensiya olgan odamning pensiyasi barcha indeksatsiyalarni hisobga olganda taxminan 1,962,700 so'm atrofida bo'ladi. 1,500,000 so'm olgan odamning pensiyasi taxminan 2,944,000 so'm bo'ladi. 2 million so'm olgan odamning pensiyasi 3,925,000 so'mdan oshadi. Eng kam yoshga doir pensiya esa 920 so'm atrofida bo'ldi. Demak, 2020 yil boshida 466 so'm atrofida bo'lgan eng kam yoshga doir pensiya 2024 yil avgustdan keyin 920 ming so'm atrofiga yetdi. Farq 423 ming so'mdan ko'proq foizda olganda. Bu deyarli 2 barobarga yaqin oshish degani. Lekin bu nominal oshish. Ya'ni qo'lga olinadigan pul miqdori oshgan. Real hayotda esa oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, dori-darmon, transport xarajatlari ham oshganini alohida hisobga olish kerak. Birinchi holat, fuqaro minimal pensiya oladi. Masalan, 2023 yil oxirida 800 million so'm olgan pensioner 2024 yil avgustdan keyin 920 million so'm olishi kerak. Agar u 2024 yil avgustdan keyin ham eski miqdorda yoki sezilarli kam miqdorda olayotgan bo'lsa, albatta tekshirtirishi kerak. Ba'zan bank kartasiga tushgan summa boshqa ushlab qolishlar sababli kamroq ko'rinishi mumkin. Masalan, kredit, aliment, ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish yoki ortiqcha to'langan summani qaytarish bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat kartaga tushgan pulga qarab xulosa qilish noto'g'ri. Pensiya tayinlangan brutto miqdorini alohida bilish kerak. Ikkinchi holat, fuqaroning pensiyasi minimaldan yuqori. Masalan, 2020 yil boshlab 1,200 ming so'm pensiya olgan odam 2024 yil avgustdan keyin taxminan 2,325 ming so'm atrofida olishi mumkin. Bu oddiy indeksatsiya zanjiri bo'yicha hisoblangan taxminiy natija. Agar odam mening pensiyam 2020 yildan beri faqat 500 mingga oshdi desa, bu yerda savol tug'iladi. Balki u 2020 yilda boshqa turdagi nafaqa olgan, balki to'lov muddatida o'zgarish bo'lgan, balki qo'shimcha ustama bekor bo'lgan, balki u pensiya turini almashtirgan. Bunday holatda hujjatlarni tekshirish kerak. Uchinchi holat, ish staji kam bo'lgan pensionerlar. Ba'zi fuqarolar ish staji yetarli bo'lmagani uchun to'liq yoshga doir pensiya emas, balki boshqa ijtimoiy to'lov yoki minimal kafolatga yaqin miqdor oladi. Bunday odamlar indeksatsiyani boshqalardek foizma-foiz emas, ba'zan belgilangan minimal miqdorlar orqali sezadi. Masalan, ilgari 23 ming so'm olgan odam keyingi bosqichda 98 ming so'mga chiqqan bo'lishi mumkin. Bu holat oddiy foizga juda yaqin ko'rinsa ham, asosiy mantiq davlat belgilagan minimal miqdorga bog'liq. To'rtinchi holat, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham umumiy indeksatsiya qo'llanadi, lekin miqdor nogironlik guruhi, ish staji, daromad bazasi va ayrim ustamalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro bilan uchinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning to'lovi bir xil bo'lmaydi. Shuningdek, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironligi bo'lgan bolalar uchun to'lanadigan nafaqalar alohida tartibda belgilanadi. Shuning uchun mening tanishim nogironlik bo'yicha shuncha oladi. Men nega kam olaman?
degan savolga faqat hujjatlarni ko'rib javob berish mumkin. 5-holat bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu pensiyada oiladagi mehnatga layoqatsiz a'zolar soni. Marhumning ish staji, oldingi daromadi va boshqa omillar muhim. Indeksatsiya bo'lsa ham yakuniy miqdor har bir oila uchun farq qiladi. Masalan, bitta farzand uchun to'lanadigan miqdor bilan 2 yoki 3 nafar mehnatga layoqatsiz oila a'zosi uchun to'lanadigan miqdor bir xil bo'lmaydi. Keling, oddiy hayotiy misol olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan pensioner 2020 yil boshida 1000 so'm pensiya olgan. Uning pensiyasi faqat umumiy indeksatsiyalar asosida oshgan, boshqa qo'shimcha o'zgarishlar bo'lmagan deb olaylik. 2020 yil sentabrda 1100 so'm, 2020 yil fevralda 1100 so'm, 2020 yil sentabrda 2000 so'm, 2022 yil mayda 1000 darhid o'sin 700 so'm, 2023 yil aprelda 1000 so'm, 2023 yil dekabrda 2625 so'm, 2024 yil avgustda 20 doguni o'lim 2734 so'm atrofida bo'ladi. Demak, 2020 yil boshidan 2024 yil avgustigacha uning pensiyasi qariyb doguni 3000 so'mga oshgan. Ikkinchi misol. Samarqandda yashaydigan ayol 2020 yil boshida 1.500.000 so'm pensiya olgan. Unga ham umumiy indeksatsiyalar qo'llangan deb olamiz. 2024 yil avgustdan keyin uning pensiyasi taxminan 2944.000 so'm atrofida bo'ladi. Oshgan summa 1000 dar ko'rimda 1000 so'mga yaqin. Mana shu yerda odamlar nega unga ko'proq qo'shildi deb o'ylashi mumkin. Sabab juda oddiy. Boshlang'ich pensiya yuqori bo'lsa, foiz orqali oshgan summa ham yuqori bo'ladi. Uchinchi misol. Qashqadaryoda yashaydigan pensioner 2020 yil boshida 2000 so'm olgan. Indeksatsiyalar zanjiri bo'yicha 2024 yil avgustdan keyin u 3.925.000 so'm atrofida olishi mumkin. Uning oshgan summasi qariyb 1.25.000 so'm. Lekin bu degani u boshqalardan imtiyozli degani emas. Bu shunchaki foizli indeksatsiya natijasi. 4-misol. Minimal pensiya oluvchi pensioner 2020 yil boshida daradan 6000 takdim so'm atrofida olgan bo'lsa, 2024 yil avgustdan keyin 920.000 so'm atrofida oladi. Bu yerda oshgan summa taxminan dartida 23.000 so'm. Foizda qaraganda bu ham deyarli 2 barobar. Lekin minimal pensiya oluvchilar uchun asosiy muammo shuki, xarajatlar ichida oziq-ovqat va dori-darmon ulushi juda yuqori. Shuning uchun nominal o'sish bor. Lekin real hayotdagi bosim baribir seziladi. Birinchidan, pensiya miqdoriga faqat indeksatsiya ta'sir qilmaydi. Pensiya qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsa, keyin qo'shimcha ish staji bo'yicha qayta hisoblash so'ragan bo'lishi mumkin. Bunday holatda oshish faqat indeksatsiya emas, balki qayta hisoblash natijasi ham bo'ladi. Ikkinchidan, ustamalar masalasi bor. Ayrim pensionerlarga parvarish ustamasi, alohida xizmatlari uchun qo'shimcha urush yoki mehnat faxriylariga tegishli to'lovlar, nogironlik bo'yicha qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Bular umumiy pensiya miqdorini o'zgartiradi. Agar ustama qo'shilsa, odam pensiyam ko'p oshdi deb o'ylaydi. Agar ustama bekor bo'lsa yoki shartlar o'zgarsa, indeksatsiya bo'lmadi deb xato xulosa qilishi mumkin. Uchinchidan, bank kartasiga tushgan summa bilan tayinlangan pensiya summasi bir xil tushuncha emas. Kartaga tushgan puldan ayrim ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaroning kredit qarzi bo'lsa, ijro hujjati bo'lsa, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, kartaga kamroq tushadi. Shuning uchun men har doim odamlarga aytaman. Avval pensiya jamg'armasidan tayinlangan pensiya miqdorini biling. Keyin bankdan tushumlarni tekshiring. 4-dan, bir oyda to'liq summa tushmasligi mumkin. Masalan, indeksatsiya ma'lum sanadan kuchga kiradi. Agar oy o'rtasida hisob-kitob, qayta hisoblash, texnik o'zgarish bo'lsa, ayrim farqlar keyingi oyda qo'shib berilishi mumkin. Bunday holatda vahima qilishdan oldin ikki narsani tekshirish kerak. Qaror qaysi sanadan kuchga kirgan va hisoblangan farq qaysi oyda to'lanishi kerak. 5-dan, hamma joyda mish-mish ko'p. Hammaga 25% emas, 20% berilishi kerak. Minimal pensiya falon bo'lishi kerak. Kim murojaat qilmasa, oshirishmaydi degan gaplar tarqaladi. Umumiy indeksatsiya odatda avtomatik qo'llanadi. Lekin shaxsiy holat, staj, hujjat, ustama, qayta hisoblash bo'yicha masalalar avtomatik hal bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun gapga emas, rasmiy ma'lumot va shaxsiy pensiya ishiga qarash kerak. Endi eng kerakli amaliy qism.
agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya miqdori to'g'ri oshirilganiga shubha qilsangiz, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, oxirgi 4 yil bo'yicha pensiya tushumlarini yozib chiqing. 2020 yil boshida qancha olgansiz? 2020 yil sentabrdan keyin qancha bo'lgan? 2020 yil fevral, 2020 yil sentabr, 2022 yil may, 2023 yil aprel, 2023 yil dekabr, 2024 yil avgustdan keyin qancha tushganini alohida daftar yoki telefonga yozing. Agar aniq sanalarni bilmasangiz, bank ilovasidan yoki bankdan ko'chirma oling. Ikkinchi qadam, bank kartasiga tushgan pul bilan cheklanib qolmang. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, tayinlangan pensiya miqdori, qo'shimcha ustamalar va ushlab qolishlar bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz menga 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyam qanday indeksatsiya qilinganini va hozirgi tayinlangan miqdorni yozma yoki elektron shaklda tushuntirib berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank plastik kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati haqidagi ma'lumotlar, ish haqi to'g'risidagi eski ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, o'quvchisini tegishli guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida. Lekin hujjat qancha to'liq bo'lsa, masala shuncha tez hal bo'ladi. To'rtinchi qadam, agar siz ishlovchi pensioner bo'lgan bo'lsangiz, qo'shimcha ish staji hisobga olingan olinmaganini tekshiring. Ba'zan odam pensiyaga chiqqandan keyin yana bir necha yil ishlaydi, lekin qayta hisoblash masalasini so'ramaydi. Natijada u faqat indeksatsiya oladi. Lekin qo'shimcha staj yoki badallar hisobiga oshishi mumkin bo'lgan qismini olmasligi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasiga pensiyamni qo'shimcha ish stajim va to'langan badallar asosida qayta hisoblashni so'rayman mazmunida ariza beriladi. 5-qadam, yozma javob oling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga hammasi to'g'ri deyishsa, iltimos hisob kitobni yozma yoki elektron shaklda bering deb so'rang. Yozma javobda pensiya turi miqdori, indeksatsiya qo'llangan sanalar, ustamalar, ushlab qolishlar ko'rsatilsa, keyin xatolik bo'lsa aniqlash oson bo'ladi. 6-qadam, xatolik bo'lsa qayta hisoblashni talab qiling. Agar sizda hujjatlar bor, lekin staj hisobga olinmagan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ustama qo'shilmagan bo'lsa yoki indeksatsiya noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, ariza bilan murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Qaysi davr, qaysi hujjat, qaysi miqdor, nima uchun qayta ko'rib chiqilishi kerak. Hissiyot bilan emas, raqam va hujjat bilan murojaat qilsangiz, natija olish imkoniyati yuqori bo'ladi. 7-qadam. Yaqinlaringizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'p hollarda keksa odamlar bank ilovasini ishlatmaydi, hisob kitobni bilmaydi. Davlat qancha bersa shuni olaman deb yuradi. Farzandlar, nabiralar, qarindoshlar shu masalada yordam berishi kerak. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun bu juda muhim. Demak, 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyalar bir necha bosqichda indeksatsiya qilindi. 2020 yilda %, 2020 yilda 2 marta %dan, 2022 yilda 12%, 2023 yilda 2 marta 7%dan, 2024 yilda esa 12%. Agar 2020 yil boshida 1 million so'm pensiya olgan bo'lsangiz, umumiy indeksatsiyalar natijasida 2024 yil avgustdan keyin bu summa taxminan 1.963.000 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Eng kam yoshga doir pensiya esa 466.000 so'm atrofidan 920.000 so'm atrofigacha ko'tarildi. Lekin har bir odamning holati alohida. Ish staji, pensiya turi, ustamalar, ushlab qolishlar, qayta hisoblashlar va hujjatlar yakuniy miqdorga ta'sir qiladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l raqamlarni yozib chiqish, pensiya jamg'armasidan rasmiy hisob kitob so'rash va xatolik bo'lsa ariza berish. Sizning pensiyangiz 2020 yildan beri qancha oshdi? Raqamlarni kommentariyada yozing. Bir-birimiz bilan solishtirib, qaysi holatlarda savol tug'ilayotganini ko'ramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring.